Assalomu alaykum. Toshkent shahrida bitta uchastkada 20 ta kelinlar bilan yashaydigan qaynona borligini bilarmidingiz? Hozir savol javob qilamiz. Aytingchi, rostdan ham 20 ta keliningiz bormi? Hadi, hammasi ham sartarosh qizdan boshlangan. Har kuni 200 ming pulim bo'lardi. Hozir kelin qolganman, hammamiz sochimiz tekinga qotdim. Aytingchi, shuncha kelin bitta xonadonda janjal-panjal bo'lmaydimi? Har kuni janjal bo'lardi. O'shaning uchun uchastkovoy qizni ham kelin qilib olib kelib oldim. Ertalab tushuntirish ishlarini olib borib, keyin ishiga ketadim. Voy. Bitta keliningizni dardi tutib qoldimi? Ha, uy o'zida har kuni kimdir tug'adi. O'shaning uchun akusher qizni ham kelin qolgan. Keling Ovsinjon, bugun siz navbatingizmidi? Aytingchi, mana hamma to'ydi. Qolgan ovqatlar uvol bo'lmaydimi? Shu ovqatli uvol bo'lmasligi uchun ishtahasi karniy qizni ham kelin qilganman. Bloger keliningiz ham bormi? Ha, eng yaxshi ko'rgan kelinim shu reklamalarni boplaydi. Qani bitta bo'lsin kelin. Xo'p, bo'ladi oyijon. Agar uylarda chil idishlar ko'payib ketgan bo'lsa, bu muammoga yechim albatta bavi. Idishlarni to'g'raga solasizlar, ustidan qaynoq suv qo'yasizlar, keyin bavini sepib qo'yasizlar. Idishlar 1 soat ivib turadi. Ivib bo'lgan idishni shunday sovuq suvda yuvib tashlasanglar, idishlar top-toza bo'ladi, oyijon. Ana. Zo'r. Havas qilsa arzigulik oila. Endi bir duo qiling. Yosh kattalar duo qilsin. Kim qiladi? Endi qarisi bor, uyi parisi borda bitta yosh katta qizni ham kelin qilganman. Qani kelin duo qiling. Oyjonim umrlari uzoq bo'lib, tanlari sog' bo'lsin. Baxtimizga. Amin qilganmen. Super kelinchak. Boy bo'lsa o'ziga, qizim yashamaydi bu yerda. Olib kelsak olib ketaver. Alab yo'qqa boqqan qizimdi. Mersi ham boshda qolsin. Qanaqa mers? Ana, erimniki-ku. Tugana. Biz hazillashuvdik, aylanib ketdik. O'tirishingizni qarang, Nusran davomiga o'xshab. Qabul qilmayman. Sani qizingni deb men o'g'lim alkash bo'lib qoldi. O'g'ling alkash? Mers mashinasi boshidan qolsin, yur bu yoqqa. Alkash bilan yashaydigan qizim yo'q. Voy, 20 minutdan beri yuribmiz. Namuncha hovlilar tugamaydi. 15 gektarda. Qancha? 15 gektar. Aynan Xudo, qizimni o'g'lingizga rahmi keldi. Alkash bo'lsa ham yashayman deyapti. Unaqa demadim. O'chir. Lekin aytib qo'y, o'g'lim hozir nogiron bo'lib qolgan. Quyosh qilar jiz. Sal qolsa nogiron bolasi bilan seni yashattirardimi? Ko'zlarimni shira bosdi bolam. Mana nima? Ha, bu Brokoku zamonaviy va mazali qandolat brendi. Tarkibi ham o'ta sifatli, o'zini hamyonbop narxlari bilan ajralib turadi. Har xillari bor. Rostdan lekin mazalida yaxshi ko'rsatdi, shu korobkalar olib kelib qo'yishgan. Ha, men o'zlarini zavodi bormi deb o'ylabman. Yo'q, o'ziniki emas, lekin bularni o'zini 20 ta zavodi bor. Qancha? 20 ta? Xudo, o'tirishingizni qarang. Qizim aytayapti, aqlda tarbiyani men berganman. Sog' paytida yonida edim, nogiron paytida ham yonida bo'laman deyapti. O't. Mayli, roziman. Faqat ular farzandli bo'la olmaydi. Bular meni to'pikka tiqyapti. Mol dunyo o'tkinchi bolam. Farzandsiz qanday yashaysan? Ostirib tur. Oying qayoqqa ketdi? Bilmasam. Mana Xudojon bolajonlarni olib keldim, muammo hal. Qizim, mana sutdan chiqqan. Boqib olasizlar, ota-onasi boqmayotgan ekan. Oyi! Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Vashshi sifatsiz nech pulga oluvdinglar buni? 75 ming nima edi? Kelib borishibdi. 15 ming nanometri. Xush kelibsizlar, kelinglar. Kelin mehmonlar. Ha, xush kelibsizlar, kelinglar. Nima qaryapsizlar? Menda hammasi original turetskiy. Voy o'zi, o'rganib qolmay xush kelibsizlar. Oyjon oyimikiga 3 kunga borib keling. Yo'q, 1 kunga borasiz. Sizniki emas, meniki emas. O'rtasi 2 kun. 1 kun. Bor baraka 2 kun. Voy, boring keting. Rahmat. Shu oyoq kiyimim qisvatda-da. Ovring bugina hali tashiydi. Voy, sizga nima? Voy, refleks bo'lib qo'yganda. Kelin, sizga yordamlashmoqchi edim. Kiyimimni alishtirib oling. Bo'ldi, voy, almashtiring. Voy, boshqa xonani nazarda tutgandim. Voy, uzr. Odat. Zo'r turdimi? Ha, chotki yaxshi pilardiki. Klient jo'nataman deb o'ylayman. Zebo, oq kiyimlarimni dabdalatishib ketyapti-da. Sen bozorda ishlaysan, qayerdan sotib olsam bo'ladi? Voy, yangi sotib olish shart emas. Tog'oradagi qaynoq suvga 9 ming so'mlik bamidan 2 ta dona solib, kiyimlarni solib 10 minut ivitib chaytashdan bo'ldi. Yengidek bo'ladi. Bering bu yoqqa. Kislorodli tozalovchi-ku, bavi mutlaqo Germaniya xomashiyosidan ishlab chiqarilgan O'zbekistondagi nomer 1 tozalovchi vosita. Voy, biram zo'r kelinsiz, bozorchi kelin, barakali kelin ekan. U sizga o'xshagan qiz yo'qmi? Kenjamga kelin qilardim. Bor, bitta shunaqasidan o'zim radnoy singlim. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Bu rostdan ham singdingizmi? O'xshamaydi, qop-qora bu. Endi men do'kon ichida savdo qilganman. Bu tashqarida quyoshda savdo qilganda ishincha qorayib ketgan.
Yoshlikda xolinikiga borsang nimalar bo'ladi? Quruq bor bo'lmaydi, uydan обязательно nimadir olinadi. Uyat bo'lmasin deb yoniga ikkita issiq non olinadi. O'zi ham mahallani boshidagi Naima xoladan g'iybat boshlanib, ertalabgacha davom etadi. Lekin men boshqa narsadan mazza qilaman. Men ikkita jiyanimni urishtiraman. Bir-birini timdalaganini oyisi ko'rib qolmasligi uchun qo'liga naski ham kiydiraman. Ana, men tengi xolavachcham ham keldi. Ustidagi kiyimlari meniki-yu, urushib qolsa yuziga solaman. Voy, bu mayli, o'g'il bola xolavachcham ham kiyyapti. Mayli, o'zi men ham erga tegib ketgan opasidan olib kiygan edim. Kiyim o'zligiga qaytibdi-da. Xolavachchalarim bilan umuman zerikmayman. Har xil o'yinlar o'ynaymiz, chodir yasaymiz va yana обязательно bitta qarindoshchi to'yi ko'riladi. Eng qizig'i bu oldin ham 4 marta ko'rilgan va doim to'y ko'rayotganda aytiladigan gaplar. Voy, qara, o'shanda Sayfulla doda tirik ekanlar. Nodira buvini qarang, o'lishlaridan 3 kun avval qanaqa beg'ubor yurgan ekanlar. Qoyil, to'y ko'rib ham yig'lasa bo'ladi-a? Ertasi kuni adam ruxsat bersalar, obedda ham qolib qiyinroq bitta ovqat qilinadi. Dasturxon, idishlar yog', kir bo'ladi. Kim yuvadi? Albatta ikkita qulvachcha. Har qalay uyligida bavi bor ekan. Tog'oraga qaynoq suv solib, bavini solib, dasturxonni ivitib, keyin sovinda ish qilaveramiz. Keyin idishlarni ivitib, suvda chayvorsak bo'ldi. Bu ishlardan keyin xolingni bitta aytishlari kerak gaplari bor. Debo, rosa chaqqon qizda, shuningizni o'zim kelin qilaman. Va doimgidek bundan keyin men yig'lab ovqatlanaman. Pak. Buning nima Xitoycha kiyim bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Obedga nima ovqat qilar ekan?一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebo 14 yil Xitoyda yashab, o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Men qoshiqda ol, sho'rvadan ich. Nima cho'p deyman? Suvini ichi. Xotin ham burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamishdan boshqa ishlar yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yevoraveradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ey kelin, qozonni ham tozalab yurmabsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib uvitib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayvorsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uning ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'lar ekan, krevetka, haligi 8 oy qilmasdan mana shu go'shtdan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman, sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding. Qani kelin pasha qo'shlarga bir kelin sanab. Voy, ayiqlardan kelin qilsalar-da, ha? Uzr oyijon, kelincha kiyimimni kiyishga ulgurmadim. Shoshotdim ishga. Endi yangi kelinsiz, eringiz chiroyli kiyimlaringizni kiyib kutyapti. Xo'p bo'ladi. Men keldim. Assalomu alaykum. Nimasiz? Eng chiroylisi shu-da, oyijon, eng qimmati yana shu. Ertaga onamni tug'ilgan kunlari ishxonadagi animator o'rtoqlaringni olib kelib bir chotka qilib nishonlamaymiz?mi? Bo'ldi, yuz qilamiz. Oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Voy, mana buni shirinligini qaranglar, voy, buning ichida kim bor ekan? Voy, erkalarishlaringdan aylanib ket. Voy, o'li. Anaqa o'zi ko'pchilik buni ichida chiroyli odam bor deb o'ylaydi. Voy, men ham bitimni to'kib o'ynagim kelyapti-yu, uyalyapman-da. Yeslicho moshinada ikkita ayiqchalik kiyim bor, oyijon. Bizligimizni hech kim bilmayapti, kelin. Farzand o'ynayur, oyijon. Biz tekshiruvdanmiz. O'g'rilik bo'lgan. Hamma yuzini ochsin. Kelin, tushing, foydasi yo'q. Ikkalanim hech maskani. Sharmanda bo'ldingiz, oyijon. Ikkalamiz ham birga sharmanda bo'ldik. Nima qilyapsan, Zebo? Ishimni yig'ishtiryapman, bolamni o'yladim. To'g'ri qilibsan bolani o'ylab. Men bo'lsam, seni o'yladim. Nima bu? Mana! Bo'ldi, yopamiz. Senga hayajonlanish mumkin emas. Doktor Amitga hayajonlansangiz tug'ib qo'yasiz. Tug'olmasam ko'rsatarsiz. Va nihoyat bugun kelinim bilan biramni olib chiqaman. Umarovning otasi kim? Amanman, lekin oyisi qani buni?
Mana bitta-ku. Qanday 500 ming yonimizga qolsin deb o'zim kutib olishga chiqdim. Umarov foizi zo'r. Kelinni qurti bor ekanda. Voy uzr oyijon, 10 yil raqsga borganman, qo'shiq eshitsam o'ynab ketiraman, eshitmasam tura olmayman. Bir sinab ko'raylikchi buni. Oyijon choy. Oling oyijon. Uzr. Obkiring mehmonlarga. Xush kelibsizlar. Alo. Ha, likillamay o'ylab bor yo'q. Oyijon, stolimiz oddiyroq bo'lib qolganki, ovqatga ham masalliq kerak. Kakras korzinkaga boraylik-da, yuring. Hozir korzinkada keshbek kunlari bo'lib o'tyapti. Endi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari korzinka plus kartasi bilan katta keshbek olsangiz bo'ladi, kelin. Keshbek ma'lum bir turdagi hamma mahsulotlarga beriladi. Har kuni mahsulot turi ham, keshbekning miqdori ham o'zgarib boradi. Aytgancha yig'ilgan keshbeklarni 30 kun ichida keyingi xaridlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu katta keshbek kunlari korzinka mahallada ham amal qilarmikin? Aha, korzinka go orqali uyga buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Menda korzinka plus kartasi yo'q, endi nima qilsam bo'ladi? Unda kartani Telegram botga kirib, bitta tuymani bosish bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r bozorlik qildik. Nimasini aytasiz, kelin? Cher emas bu, qiziqishga bu. Buni qimil. Kelin o'ynang, bozorlik qilamiz, keshbek olamiz, o'ynang, kelin o'ynang. Kelin sana qilmay, uxlab yotdi buning. Bu lunatik-ku, kechqurun tushida u ishlarni qilib chiqqan, shunga charchab qolgan. Tushida ish qilib chiqqan. Qo'rqmang, oyi. Tushiga skiryapsiz-da, shunga kelin salom qilyapti. Soat 2dami? Tushlasam ananas baqiryapti. Qattiq uratishlar. Uzr oyijon, tushimda ananas tishlayotgandim. Avcharkammi nima balo? Endi nima qilyapti bu? Tushida kuchuklardan qochyapti. Tishlab olmasa bo'ldi ish qilib. Bugun tushiga nima kirdi? Tushimda bo'ri bo'lib qolman, qo'ylarni g'ajib yeb tashladi. Bolam, qo'yimizni bo'ri yeb ketibdi. Zebo, sen rostdan qo'ylarni g'ajibsan. Ehehey! Mana baqiring. Baqir. Bugun tushlariga uy ishlari kiribdimi deyman-da. Zo'ra. Kirlarni ham top-toza qilib yuvyapti. Mana shuni dog'ini ketkazolmadim. Nimada yuvyapti ekan, ha? Bu Bavida yuvadi-da. Buchi Germaniya mahsuloti. Allergiya bermaydi. Xriyamchi boshi og'ritmaydi. Maza qilib ishlatingiz bo'ladi. Ushing. Mana qarang, qo'liga ham hech nima qilmagan. Zo'r ekan-da. Da. Oya, anu lunatik tomda yuribdi, qarang. Qo'liga shupurgini ber, bir yo'la tomni shupurib chiqsin. Rostda. Nimaga tomdan o'zingni tashlading? Shunda uchar sifirga topib oldim. Minib uchdim. U yog'ini eslolmayman. Shupurgini tomni shupursin deb berdim. Olib uchib ko'rishni qaydan bilay? Yangi uylarga moslashib qoldingmi? Adam go'zal. Yaxshi borib keling, adajon. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Ben senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas. Endi tushundim. Nogironligingizni davolatish uchun adash shu ish qilyaptilarmi? Vahima qilmang keyin. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilyapman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot, mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyijon, ovozingiz shunaqa zo'r ekan. Qayerda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun O'rizorga boraman, yaxshi buchar. Ketaman. Men bunaqa mashinniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon, yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Iskandar Buildings. Yunusobod 16-kvartal ro'parasidan loyiha hozir 13-etajda 5-blok sotuviga start berilgan. Agar boshlanish to'lov qilsa, 2 oylik to'lov 5 million 700 mingdan ekan. Ana oyim ham lida kelib qoptilar. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'shuning uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Oy, Iskandar Buildings. Mers. Oyijon, sizlar sostaviyaga точно bitta ko'r keling kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa. Yangi kelin hayotida nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan. Zebo nima qilyapsan? Supurolma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha,
voy. Qaynaning hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid aka, uruch qayerda? Ishdaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rini ham topolmayapman. Menimcha sparnida bo'lsa kerak, Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, muncha qolib ketdingiz? Zebo, yangi yil munosabati bilan Iskandar Bildingsda ish ko'paygan. Endi boshlang'ich to'lov 30% emas, 10% dan oylik to'lov ham 48 oyga bo'lib to'lashga beryapmiz. Boshlang'ich to'lov necha puldan ekan? Bir xonali uyni boshlang'ich to'lovi 41 million, 2 xonaliniki 48 million, 3 xonaliniki bo'lsa 77 million 900 ming so'mdan. Zo'r-ku, aksiya qachongacha bo'lar ekan? Aksiya shu yil 30 dekabrgacha bo'lib o'tadi. Lokatsiyani bilasan-a? Mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartali shundoqqina ro'parasida. Voy, sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynanang oldida har doim sergey turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab borasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oyinam bezlarcha yengilik yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasan, mering sani qayoqqa olib boradi? Qarindoshlarinikiga. O'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynanang bo'lsa qarindoshlariga sani kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak. Oyijon, xush kelibsiz ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey, shirin qo'y, Asal. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz ushlan. Yo'q, Tugadi ish vaqti ham. Bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joy shirin-da. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Bilmagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan bir faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shni kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anatib kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir yo'q qo'ysa, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysa, passiv daromad. Ustiga lokatsiyasi ham zo'r, menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Keliningiz bugun bug'u suyibdi. Bug'u go'shamizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo, bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochli bug'u go'shimi? Bu